uzoqqa bormaymiz. Mana shu masjidimiz atrofida qurilish bo'layotgan joylardagi ustalar kelib bizga dardini aytib qoladi. Domla bizni ishlatish haqqimizni bermayapti. İşlerimizni tugatib bo'ldik. Ozgina qismini berib, qolganini bermasdan sudrab yuribdi. Bergisi kelmayapti. Nafaqat qurilish sohasida, balki qarz olgan og'aynilar, yaqinlar bir-birlaridan qarz olib, qarzlarini qaytarib bermayapti. Mana shu narsalarni kelib dardini bizga aytishadi va aytadiki, eng achinarli joyini qarang. Domla, bu gaplarni sizga aytishimizdan maqsad ular mana shu yerda namoz o'qigan keladi jumaga. Zora birovni haqqidan qo'rqishlik, birovni haqqini o'ziga yana qaytarib berishlik borasida ma'ruza qilsanglar, shu haqida suhbat qilib bersanglar, zora olar deydi. Qarang.